Abdulla Qodiriy 20-asr o'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri. Qodiriyning o'zbek adabiyoti rivojida o'rni beqiyos. O'tgan kunlar Mehrobdan chayon asarlari bilan u o'zbek romanchiligiga ham asos soldi. Adib qizg'in yozuvchilik faoliyati bilan birga tarjima bilan ham shug'ullangan. Shubhasiz, uning o'z asarlari ham bir qancha dunyo tillariga tarjima qilingan. Jumladan O'tgan kunlar nomli romani 1928-yildayoq Ozarbayjon tiliga, Mehrobdan chayon asari 1935-yilda tojik tiliga tarjima qilinadi. Abdulla Qodiriyning asarlari ko'plab Sharq va Yevropa mamlakatlarida e'tirof etiladi. Kitoblari hamon rus, qozoq, uyg'ur, nemis, tatar, arab, italyan, ingliz tillariga tarjima qilinib kelinmoqda. Shu bilan birga adib xalqni ma'rifatli qilish yo'lida ham ko'plab jadid bobolarimiz singari o'z hayotini bag'ishladi. Buxoro xalqaro universitetida tashkil etilgan badiiy kechada Abdulla Qodiriy hayot yo'li va ijodiy merosiga atroflicha to'xtalib o'tildi. Bugun Buxoro xalqaro universitetida 20-asr o'zbek adabiyotining ulkan namoyandasi, buyuk jadid adibimiz Abdulla Qodiriy tavalludining 131 yilligi munosabati bilan Abdulla Qodiriy xotirasi qalblarda mangu nomli musiqali adabiy kecha bo'lib o'tmoqda. Tadbir Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani asosida o'tkazilmoqda. Shuningdek, tadbir davomida o'zbek millatining muayyan tarixiy sharoit, vaziyatdagi turmushi, urf-odatlari, ruhiy ma'naviy dunyosi, bo'yu basti qiyofasi keng ko'lamda aniq-ravshan gavdalantirilgan Abdulla Qodiriyning sevimli O'tgan kunlar romani asosida voqealar talabalar tomonidan gavdalantirildi.